Salom do'stlar, siz O'zbegim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Frank va Penelope deb nomlangan drama va melodrama janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Baxtli hayotni kechirishni boshlagan Frank kunlarning birida uzoq sayohatdan uyga qaytadi va xursandchiligini nishonlash uchun shampan ichimligini ko'tarib keladi. Lekin mashinasidan tushganida to'satdan uning qulog'iga xotinining baqiriq ovozi eshitiladi va yigit nima bo'lyapti ekan deb uy ichkarisiga nazar solganida xotini boshqa bir erkak bilan paqa-paqa qilayotgandi. Frank ularni ko'rib shok holatiga tushadi va asta-sekin mashinasiga o'tirib uyini tark etadi. U yerdan chiqib qayerga borishini bilmay, tungi klub tomon yo'l oladi. Tungi klubga yetib borganida eshikni oldida o'tirgan Penelope ismli qiz bilan tanishadi. Qizning maqsadi Frankka o'xshagan yigitlarni yo'ldan urib, keyin ularni yo'q qilish edi. Albatta bu ishni bir o'zi emas, balki sherigi orqali amalga oshiradi. Qiz Frankni uyga kirishga taklif qiladi. Keyin u temir ustunga osilib Frankka xizmat ko'rsatadi. Uning oldiga borib, kredit kartasini unga bildirmay olib qo'yadi. Qiz klub menejeriga Frankning kartasini beradi va $1000 pulni yechib, 50% ni berishini so'raydi. Sherigi g'irromlik qiladi, 60 ga 40 o'ynashini aytadi. Keyin ular o'rtasida janjal chiqadi va Frank ularning ovozlarini eshitib qoladi. Uy ichkariga kirganida klub menejeri Penelopeni zo'rlayotgandi. Frankni jahli chiqadi va klub menejerining ofisiga bostirib kiradi va uni do'pposlab qizni olib chiqib ketadi. Kun bo'yi ular mashinada bo'lishadi va har xil ishlarni qilishadi. Qizning sherigi ularni qidirib topolmasligi uchun boshqa bir mashinani sotib olishadi. Yangi mashina Frankga yoqib qoladi va u tashlandiq joyga o'tib, qiz bilan jinsiy aloqa qiladi. Ularga yaqin joyda Molly ismli qiz mashinasi buzilgan holda turgandi va evakuator kelib, unga yordam beradi va mashinani sozlash uchun ustaxonaga olib ketishadi. Yo'lda ketishayotganida usta qizning somsasidan ushlaydi va uni qo'rqitadi. Hech nima deya olmaydi. Frank va qiz yo'lda turishgandi va sherif keladi va ularda mashinaning hujjatlari yo'qligi uchun qiz o'zining ixtirosli qarashlari bilan sherifdan qutulishadi. Molly esa sherifning qizi edi va ular ustaxonaga yetib kelishadi. Ustaxona sayohatga chiqqan yoshlarning ajali edi. Molly u yerda xavotirga tushadi va otasiga ovozli xabar yuboradi. Qiz o'ziga mehmonxona oladi va charchagani uchun uxlashga chiqib ketadi. Frank va Penelope yo'lda keksa yoshdagi erkakka duch kelishadi. U odam ulardan mashinasi buzilib qolganligi uchun yordam so'raydi. Frank rozi bo'ladi, lekin qiz rozi bo'lmaydi. Keyin ular oq sochli erkakni olmay o'zlari ketishadi. Frank va Penelope tunash uchun mehmonxonaga kelishadi va mashinadan tushganda mehmonxona ishchilariga duch kelishadi. Keyin ular xona olish uchun menejer oldiga kelishadi va o'zlariga xona olishadi. Koki ismli mehmonxona ishchisi tunash uchun kelgan mijozni o'ldirib, uni maydalaydi va kesilgan oyog'ini ko'tarib chiqib kelayotganida oyna orqali Molly uni ko'rib qoladi. Qiz uni ko'rganini Koki ko'rib qoladi va do'stini oldiga kelib, qiz uni ko'rib qolganini aytadi. Ular qiz haqiqatan ham ko'rganligiga ishonch hosil qilish uchun Mollyning xonasiga kelishadi va bir nechta savollar berishadi. Molly ularning maqsadi nima ekanligini bilib, o'zini hech nimadan xabari yo'qdek qilib ko'rsatadi. Tunni o'rtasida oq sochli Jesus keladi va uning yordamchisi Frank va qizni gapga ovora qilib turganida Jesus ularning hujjatlarini tintov qiladi va qayerdan kelishganlarini aniqlaydi. Jesus ularning oldiga keladi va ular bir zum suhbatlashishadi. U bir nechta har xil gaplar bilan Frank va Penelope o'rtasidagi sovuqchilik tushiradi va qiz Frankni tashlab ketib yuboradi. Frank uxlash xonasiga kelganida qiz uni yalang'och holatda kutib yotgandi va u Frankdan bugun tunni qanday o'tkazishni istaysan deb so'raydi va ular ertalabgacha jinsiy aloqa bilan shug'ullanib chiqishadi. Jesus esa o'rnatilgan kamera orqali ularni nima ish qilishayotganini kuzatib turgandi. Keyin kutilmaganda Mollyni politsiyaga bergan xabarni ko'rib qoladi va ishchilariga Molly haqida aytadi. Bundan tashqari, sherif yetib kelmasdan oldin uni yo'q qilish kerakligini qo'shimcha qiladi. Frank va qiz toza havoda sayr qilishga chiqqanida Molly ularga bildirmay, ularning mashinasining orqa o'rindig'iga berkinib oladi. Frank va qiz nonushta qilgan oshxonaga kirishadi va o'zlari haqlarida gaplashib o'tirishganda Koki ularning suhbatini tinglab turgandi. Jesusning yordamchilari sherifning oldida kino ko'rsatishadi va uning orqa miyasidan otib tashlashadi. Murdani esa olib ketishadi. Bu orada Frank va Koki o'rtasida katta janjal chiqadi va ular mehmonxonadan ketib yuborishadi. U yerga borgan begona insonlar tirik ketishlari mumkin emas edi. Jesus yordamchilariga qo'ng'iroq qiladi va ularni tutib kelishni buyuradi. Ikki er-xotin ularni topishadi va eri sherifning kiyimini kiyib olgandi. Frank va qiz ularning tuzog'iga tushadi. Molly esa taxmin qilganidek ulardan qochishga urinadi va ayol uning orqasidan o'q uzadi. Molly tirik qoladi va uni hushdan ketkazib, qolganlarga qo'shib mehmonxonaga olib kelishadi. Koki qizni o'zining maxsus xonasiga qamab qo'yadi.
Ayolning eri esa Frankni chiqib bo'lmaydigan quduqqa olib borib tashlaydi. Koki qizning qaddi-qomatini ko'rib, o'zini tutib tura olmaydi. Reshotka ichiga qamoq qo'yadi. Jesus esa Mabelning eri kelgunicha u bilan noskarashma qiladi va ularni ayolning eri ko'rib qoladi. Keyin Mabel Penelope yotgan xonaga keladi va uning chiroyini ko'ra olmay ustidan suv qo'yadi. Jesus Frankning oldiga boradi va bir umr shu yerda qolib o'lib ketishini aytadi. Keyin u Penelopening oldiga keladi va birga ishlashni taklif qiladi. Bundan tashqari sevib qolganini aytadi. Penelope rozi bo'lmaydi va Jesus uning oldidan ketadi. Yarim tunda Molly o'ziga keladi va otasini o'lik holatda ko'radi. Cliff xotinini xiyonatini kechira olmaydi va uni bo'g'ib o'ldiradi. Molly esa ularni ko'rib turgandi. Cliff Mollyni qo'yib yuboradi va kattasiga xiyonat qilishga o'tadi. Penelope esa Kokidan qutulish yo'lini izlaydi va unga har xil noskarashma qarashlar qilib, uni yo'ldan uradi va unga jinsiy aloqani taklif qiladi. Ertasi kuni ertalab Frank uyg'onganida tepasida Cliff turgandi va u xotinining xiyonatidan chida olmay o'zini Frankning oldida osadi. Frank uni qutqarishga harakat qiladi va lekin iloji bo'lmaydi. U arqonga osilib chuqurdan chiqadi va Penelope turgan uy tomon boradi. Koki qizning gaplariga ishonib, uni qafasdan ozod qiladi. Qiz uning qo'yniga o'tirib, ko'kragini uning yuziga tekkizadi va uning ko'ziga qo'lidagi kichkina temir buyumni tiqib oladi. Frank ularning oldiga yetib keladi va Kokini urib o'ldiradi. Jesus bo'lgan voqeadan xabar topadi. Frank va qiz u yerdan qochadi. Jesus ularning yo'liga chiqadi va ular uni urib yuborishadi. Molly esa chalajon bo'lib yotgan Jesusni otib o'ldiradi. Film esa mana shunday o'z nihoyasiga yetadi.